Yomg'ir jadallashib ketdi. Tomlarni yopayotgan edik. Ozgina ishimiz qolgandi. Bir ikki soatli ishimiz qoldi. Yomg'ir jadallashib ketdi. O ustidagi tunikalar временно turibdi hozir, suv o'tib ketmasin deb. Tagida uy bor. Shu sabab временно qilib qo'ydik. Yomg'ir tinsa, o'g'lab qatirgan xudo xolisa. İşlerimizga o'zinglar baho bera olasizlar. Ob-havo noqulay kelgani sababli 1-2 soatga pauza.